Ko'pchilik Wood panorama atirini biladi. Maza qilib sepgan, ayniqsa erkaklar. Sepganimizda ko'pchilik so'ragan nima atir sepding deyshadi. Fransiyani atiri. Tiger hidini berardi. Tigerda ancha stoyki va shlefi ham zo'r. Shu mana shu kompaniyani boshqa atirlarni olib kelib qo'ydi, eksklyuziv qilib. Juda ham hidlari zo'r. Men o'zim sepdim. Hidlari to'g'risini aytsam, uncha atirdan bulardan narxi hamyonbopda bu atirlar narxi. O'sha qimmat atirlarni hididan ancha yaxshi beryapti. Bu atirlar ham narxi arzon, ham sifati zo'r. Va bular to'g'risini aytgan holda ingrediyentlarini notalarning orqasiga yozib qo'yadi. Shunisiga besh ketaman. Eng chestni kompaniyalardan bittasi mana shu. Tavsiya qilamiz, kelinglar, bizda ham upakovkasi bor, ham raspiv 10 mg, 5 mg olib sevib ko'rsanglar bo'ladi. Hidlari zo'r. Menga yoqdi. Bu kompaniyaga 5 qo'yaman. Men yaxshi ko'rgan kompaniyalarimdan bittasi.